Mana 15mi 17 qilib bering. Dugonalarim yonida xijolat bo'lyapman stol ustiga qo'ygani. Shuncha pul topasiz-ku. Eringni qo'lidagi telefonga qara, kecha kuni do'konga olib kirsam 350 ming so'mga olib qolaman deyapti. Buncha o'zing uchun narsa so'raverasan. Mana magazinga yangi abayalar kelibdi. Er bo'lib har xil rangidan bittadan olib bering. Shuncha pul topasiz-ku. Men yozda bir dona futbolkada o'tkazaman. Yupisiz qurishini kutib o'tiraman. Bu kishim abaya xohlayapti. Muncha o'zingga narsa so'raverasan. Hech bo'lmasa bittagina Spark olib bering. Mana bitta chiroyli qilib qo'yib qo'yaman. Hozir hamma ayollar minib yuribdi. Shuncha pul topasiz-ku. Meni o'zim skuterda yuraman. Muncha o'zingni o'ylayverasan. Yangi uyga ko'chganimiz qachon edi? Hamda odam teganda, ko'zi tushganda uyimizga yarashib turadigan gilam olib bering. Shuncha pul. Ayasi o'zingmisan? Bularkani oila haqida ham qayg'ursa. Yur. Assalomu alaykum, Lux gilam do'konimizga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Aka bir oilabop, sifatli gilamlar kerak edi-da. Akajonim tanlovda adashmabsizlar. Lux gilamni vodiyda 12 ta filiali bo'lib, hozirgi kunda Qurbon hayiti munosabati bilan 20-maydan 15-iyunga qadar 10% dan 40% gacha chegirma ketyapti. O'zbekiston, Turkiya, Eron gilamlarini eng sifatlisini aynan Lux gilam do'konlaridan topasizlar. Eng asosiysi O'zbekistonda qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar yetkazib berish xizmati bizda bepul. Bo'lib to'lashga ham iloji bormi? Shuni ichingizdan chiqib qoldi, Lux gilam do'konlarida 15 oygacha bo'lib to'lash imkoniyati ham mavjud. O'g'lim, katta bo'lib zo'r pullar topib menga olib kelib bersang, o'sha zahotiyoq o'ylab qo'yaman. Ayangga ishonma, uchiga chiqqan yolg'onchi. Qachon men yolg'on gapirganman? Mana men katta odamman. Shuncha pul topib kelib beraman senga. Biror marta menga shunar demagansan-a?